Qaysi bir erkak kishi, qaysi bir musulmon o'ziga nomahram bo'lgan ayolning mahosinlariga, ziynatlariga ko'zi tushsa, bir marta. So'ngra ko'zini tiysa, qaradi, ko'zini olib qo'ydi, qaytib qaramadi. Alloh taolo uning qalbida bir ibodatni paydo qiladiki, u banda shu ibodatning halovatini totadi. Demak, inson qarab turib, ana shu nomahram ayolga ko'zi tushib, bir marta tushib qolganiga gunohkor bo'lmaydi. Olib qochdimi gunohkor bo'lmaydi. Ikkinchi marta qaraganda gunohkor bo'ladi. Bu ibodat. Bizni 5 vaqt o'qiyotgan namozimiz ham ibodat, tutayotgan ro'zamiz ham ibodat. Lekin bularning hammasini sanog'i, hisob-kitobi bor. Ammo ko'chada ketayotgan paytingizda son sanoq